Assalomu alaykum hammaga. Vodiydan gapiramiz. Hozir sizlar bilan bitta sinov o'tkazamiz. Mana ikkita garelka qo'yib qo'yganmiz. Bittasi mana lapatkisimon garelka. Keyingisi chugunli retortli garelka. Polsha garelka bilan bir xil 50 kilovatlik, bitta 30 kilovatlik lapatka garelka. Shu ikkovini hozir yoqib sinovdan o'tkazamiz, sinab ko'ramiz. Mana ko'mirimiz qirg'iz ko'mir, semichka ko'miri. Hozir mana shu ikkovini bo'lib solamiz. Bismillah. Oh! Qurib yotibdi, changiydi rosa. Ko'rinmaydi. Keyingisiga solamiz. Mana oldilar toza, hozir qanchalik musor chiqaradi, atrofga chang chiqaradi yoki ko'mirda qanday isrof qilamiz, yo'qmi shulargacha ko'rib o'tamiz. Xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etib turinglar. Bismillah. Mana ko'mirlarimizni sovib oldik. Mana shinaklarimizni ishlatib qo'yganmiz, ko'mir chiqishni boshladi. Bunisini ham ko'rsataylik. Bunda ham mana o ko'rinib turgan bo'lsa, bunda ham mana ko'mir chiqishni boshladi. Ko'rinyaptimi? Ko'mirimiz chiqib olaversin. Mana shunday ozroq o'tinchalar solib turib, o't yoqib olamiz. O'zi ko'mirga ilashib yonib ketadi. Mana bunda ham xuddi shunday. Qaydan ko'mir kelib chiqyapti. Ustiga o'tinlardan soldik. Xudo xolasa tezda ilashib ketadi ko'mirga. Hozircha shinagimizni postoyanniga ulab qo'ydik. Tinmasdan haydab turibdi. Hozir haydab chiqarib olsin baqa ko'mirdi. Keyin bitta nastroykani qilamiz. Hozir bizda nima deydi? Bunaqa issiqlik sezgani, mana datchigimizni chiqitga ulaganimiz yo'q. Buni o'zi suvga ulashimiz kerak. Ma'lum issiqlikka qo'yishimiz kerak. O'shanda o'zi o'chib, yonib ishlash kerak. Biz hozir unaqa qilmadik-da. O'zini mana miyadan nastroyka qilib qo'yamiz, ma'lum issiqlikka qo'yib, keyin shinakni ham qanchadir minutda ishlab, qanchadir to'xtab turishga nastroyka qilamiz. Shuna qilib sinab ko'ramiz. Hozir menimcha mana o'simiz yetib keldi. Buni to'xtatib turamiz. O'chirdingmi? Mana ko'rishlaring mumkin. Ko'mirimizga ilashdi cho'g'imiz. Bunisi ham ilashdi. Mana hozir yoqqanimizga bir 10 minut bo'lgan bo'lsa, mana o yaqinroq ko'rsatgan. Mana o ichigacha ilashib ketyapti hozircha. Ventilyatorni pasaytirib qo'yganmiz. Ko'targanimiz yo'q. Hozir ko'tarib ko'ramiz. Hozir bu tashqaridagilik uchun bunaqa nimasi bilinmayapti. Nima deydi? Qancha yonib turgani yaxshi ko'rinmayapti menimcha. Hozir rosmana hamma joyiga ilashib olaversin, cho'q. Mana ko'rib turishlaring mumkin. Hozircha lapatkali fakelni garelka deb qo'yamiz. Lapatkali garelkamiz oldinda hozircha. Mana yonish bo'yicha bu kuchliroq yonyapti. Mana hozir yoniga borib bo'lmaydi, juda issiq. Mana bu retortni garelkamiz endi mana yarmiga
yarmiga ilashdi cho'q. Mana. Hozir bu ham yetib oladi menimcha. Biz bekorga buni garelkalar jangi demaganmiz bu videomizda. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Ikkovi ikki xil yonyapti. Biz maqsadimiz ham shu. Qaysi qanchalik kuchli yonadi? Bir xil ko'mir solganmiz. Qancha vaqtda yonib bo'ladi? Biz rosa 9:00 da bu yoqishni boshladik. Xudo xolasa obedga ketganimizcha shu 12 largacha 3 soat to'xtatmasdan yoqamiz mana shu holatda. Bizni kuzatishda davom etsalaring, videoni oxirigacha ko'rsalaring, oxirgi rezultatni bir 3 soatdan keyin aytib o'tamiz. Mana ko'mirlarimiz rosmana cho'qqa aylanib oldi. Pelletni ham, retortni ham, ikkovi ham zo'r yonyapti. Biz endi nimasini kichraytiramiz ekan. Mana ishlashni olgin. Ustilarimgacha chechib yubordi. Biz buni yana bitta maqsadimiz bizi mana bu chugunini, garelkani chugunlarini ko'pchilik aytayapti, bu Polshaniki o'ta chidamli, uni materiali boshqacha deyapti. Bu bitta o'zimizda yasalganlar eshilib ketadi issiqqa, masalan bukilib ketadi, erib ketadi deb ko'pchilik aytayapti. Biz mashina ham sinovdan o'tkazmoqchimiz. Mana hozir shu yerda necha gradus bor bilmayman, lekin bu gradus 6000-7000 gradusgacha issiqlik beradi degan bu ko'mirni, belolma ko'mirni. Endi 7000 gradus bastir, balki 1000 gradus ham bastir u bitta issiqligi. Lekin mana biz mashina cho'q bo'lguncha shu bir qop ko'mir ikkoviga bo'lib solamiz. Hozir yana shu tugaguncha yoqamiz. Bu temir garelkani ham, chugun garelkani ham. Qani mana shu chugunimiz qayrilib eshilib ketadimi? Videoni oxirigacha ko'rib borsalaring, videoni oxirida shu chugunlarini olib, mana shu ishlab chiqqani qanaqa holatda turibdi-yu, yangisi qanaqa holatda turibdi, ularni ko'rsatib o'taman. Eshilganmi, eshilmaganmi? Videoni oxirigacha kuzatinglar. Mana garelkalarimiz juda yaxshi yonyapti, juda chiroyli yonyapti. Nastroykalarni qilib qo'yganmiz. 1,5-2 minut dam olib, 2 minut. Hozir ko'raman. 2 minut dam olib 30 sekund ishlaydigan nastroykaga qo'yib qo'ydik. Mana bu lapatka simon garelkamiz. Mana hozir ishladi, ikkovi ham ishladi, shinik. Mana bunisini ko'rsatgin. Mana hozir ishlayapti. Ko'mirni haydayapti tepaga. Mana chuguni aylanib, mana shu aylanganda va yonib bo'lgan narsalarni mana ketiga chiqarib tashlayapti. Mayda-mayda qilib kul zarra holatda uchyapti mana atrofga.
Bunda mana bu garelkada, bu garelkada. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, yaqinroq ko'rsatgin. Mana tagiga bir hovuchcha narsa tushirib qo'ydi. Shinik ishlagan paytida bu pryamoyligi uchun to'g'riga haydab chiqarganda yongan yonmagan aralash narsa mana tagiga tushib qolyapti, bir hovuchgina. Hozir endi bu 1 soat bo'ldi menimcha yoqqanimizga. 1 soat ichida mana shu bir hovuch narsa tushdi. Bunda ham shunga o'xshash narsa bor, faqat bu mayda narsa. Haligi yonib bo'lgan zarrachalari ventilyator haydaganda uchyapti. Qilamiz, buni ko'rsatib o'tgin. Mana ishlayapti hozir shinek. Aylanadi hozir. Savur qaroqdan ko'rsatdi. Bo'pti. Mana aylanyapti. Shu aylangan paytida sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana atrofga shunday changyapti. Mana shu kun chashka aylanganda o'ti tityapti-da, shu titib ona qilganda maydalari uchyapti atrofga. Mana atrof shunday mayda zarrachalar bo'lib ketdi, anaqa nima deydi? Ko'mir dalis maydasi. Mana uni ustini ham ko'rsatib o'tgin, keyin. Mana qopqoqni usti ham mana shunday nima bo'lib ketdi, mayda bunaqa. Mayda kukun. Bunda shunaqa. Buni narigisini ko'rsataylik. Mana bunisida unchalik emas. Bunda ham bor. Lekin unchalik emas. Bunda mana bunaqa qilib to'kilib qolyapti-da. Mana shu chala yonib to'kilib qolyapti. Yonishi mana to'g'riga uryapti. To'g'riga urib sal ko'tarilyapti tepaga. Sal oldi, lekin asosan to'g'riga uryapti. Mana garelkada faqat yuqoriga. Faqat yuqoriga uryapti. Hozir buni yoqqanimizga soatga qaraymiz. Masalan 9:00 da yoquvdik. 1 soatdan o'tdi. 10:19 bo'pti. 1 soatdan 19:20 minut o'tibdi. Xudo xolasa buni 12 gacha yoqamiz deganmiz, 12 gacha yoqamiz, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring. O'sha 12 gacha yoqamiz buni. 12 gacha yoqqandan keyin o'chirib qo'yib, shuni tokdan o'chiramiz. Abetga ketamiz. 1 soat turadimi, 2 soat turadimi, videoni oxirigacha ko'rib tursalaring. Shuni yana qaytib o'zi davom etib ketadimi, shulargacha ko'rsatib o'tamiz. Mana bunga e'tibor qilgin, buni ko'rsatgin. Mana to'kilyapti. Shinek ishlagan paytida oldiga to'kib yuboryapti. Bunda unaqa narsa to'kilgan yo'q. Bunda to'kilgan narsalar ham mana tosh. Mana bu tosh, yonib bo'lgan narsa. Bunda mana issiq bo'lmasin. Mana bu chala yongan narsa, mana chala. Bu yana yonadi menimcha. Buni videodan keyin buni olib turib yana yoqib ko'ramiz, balkim yonar, balkim o'zi shu yonib bo'lgan narsadir. Buni bilmaymiz hozir. Lekin mana unda e'tibor qilsalaring, ko'rib turgan bo'lsalaring, mana bu nima ishlagan paytida shinek ishlaganda bu chugun joyi, chugun chashka aylanadi, aylanganda mana tashqariga bunaqalarni chetiga chiqarib qo'yyapti. Shular to'kilib tushadi kotyolning ichiga. Keyin buni kulga qo'shib olib tashlanadi. Yonishlariga umuman gap yo'q. Ko'mirini bitta ko'rib qo'yaman, ko'miri ishlab ketdi. Ishlaganda umuman yoni yaqiniga borib bo'lmayapti buni. E'tibor qilib tursalaring, ishlagan paytida, shinek ishlagan paytda, ayniqsa chugun aylanib turgan paytida mana o't kuchayyapti. Mana shu yerga e'tibor qilinglar-da. Mana o'tni balandligi ham 1 metrgacha cho'zildi. Hozir 50-60
santimetr yonaytiruvdi. 1 metrgacha cho'zildi, ana shu aylangan paytida. Lamiz chotki yonyapti. Mana o'zi ishilak bo'lib qopti o'zi, menimcha. Mana shuni ko'raylik-da bitta. Mashinaga kelgin. Mana. E'tibor qilinglar mana. Mana shilak. Mana qotib qolgan. Yoqqanimizga hop 3 soat bo'lib qoldi, 3 soat. Soat 9 da yoqishni boshlaganmiz. Hozir 10 ta kam 12 bo'ldi. Ha, mana bu retortimiz ham yonyapti. Mana hozir shuni haydab ko'mirni chiqaryapti tepaga. Bunda ham shilak bor, bunda ham shilak bor. Mana faqat shilakni mana shu aylanganda mana shilaklarni mana tashqariga chiqarib yuboryapti bu. Mana. Ikkovida ham bor shilak. Faqat bunda qotib qolmagan, maydalab mana tashqariga chiqarib yuboryapti. Hozir endi obed mahal bo'ldi bizda. Mana shu joyda videomizni to'xtatamiz. Garelkalarni o'chiramiz. Ikkovi ham o'chdi, oxirigacha olib tursangiz. Mana endi sekin pastlaydi. Soat 12 bo'ldi. 12 da o'chirdik. 12 da o'chirdik. Soat qani? Soat topki. Telefoningda. Opki. Ha, soatimiz 11:52 ni ko'rsatyapti. 9 da yoqqanmiz. Salkam 3 soat salkam yoqildi. Mana buni ham jonli efirimiz ham 2 soat 41 daqiqadan beri 2 soat 41 daqiqa bo'libdi. Shundan beri yonyapti garelkamiz. Mana o'chirdik hozir. Hozir biz obedga ketamiz. 1 soatda kelamizmi, 2 soatda kelamizmi? Shunda yana qaytadan motorimizni ulaymiz. Shunda davom etib ketaladimi? Qancha soatdan keyin? Uni endi videomizning ikkinchi qismida kuzatasizlar. Keyingi qismda ko'rishguncha hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.